Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Minecraft Farda kanalimda bugungi videoda biz Gabi Offer o'ynab ko'ramiz. Do'stlar, mana mening akkauntim. Men bu akkauntda 200-300 ga sotmoqchiman. Chunki bu akkauntda xaritani yarmidan ko'paytirilgan. Va ikkita sarkarda max bo'lganligini yo'q. Zamonga zaman bu. Zaman keyin yana bittasi mana bu yerlar diye hammasi max bo'lgan. Va mana bu yerda 93, 93, 80 levellar bor. Buni men Minecraft fardaligini sotib qo'yaman. Biz sizlar bilan o'ynab ko'ramiz bu o'yinni. Let's go. Bu o'yin yaxshigina zo'r. Sizga tavsiya qilaman. Va bu o'yin biz anchagina darajalarga yetadi. Men juda ham tez e'lon qildim. Nega deb kuchayding? Nega deb so'rasalaring, men tezroq rivojlanishim va ko'proq narsalar yig'ishim zarur. Bu yerga endi menga umuman pul kerak bo'lmayapti. Shuning uchun men pulni tasodifiy obunachiga tekinga berib yubormoqchiman. Albatta 10 ta obunachi bo'lgandan so'ng buni siz olishingiz mumkin. Men professional o'yinligimni hamma bilib tursa kerak, chunki bitta darvozaga yaqinlashtirmadim. Zo'ra. Bu yerda shunaqa narsalar max bo'lgan. Do'stlar, sizlarga o'yinni birinchi o'rgataman. Sizlarga faqat shu bo'ladi va siz birinchi, ya'ni videoni boshlagan goblinchalar bilan birinchi tushasiz. Keyin skeletlar bilan o'tasiz. Mana bu yashil goblinlar. Mana bu yer esa nima deydi? Skeletlar. Mana bu yer esa o'zlaring bilib turganinglar bo'rilar. Bu muzli bo'rilar. Bu yer esa lava. Hozir sizlar bilan o'ynadik. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, bu yerlarda mana qo'ydasi yozilgan. Mana shundan bo'ladi. Keyin siz ikkovsini ochasiz. Keyin siz mana bosqichda bunga o'tkazishingiz bilan mana bu ochiladi. Keyin buni o'tkazasiz, bu ochiladi. Keyin mana shu bosqichga o'tkazganingizdan keyin bu ochiladi. Keyin asta-asta hammasini max qilasizlar. Mana buni bir kunda qolganim yo'q. 15 bir oycha kerak bo'ldi. Lekin buni bir oyda qilish qiyin. Men bu yerda ham 2 oylarda yutib tashlaganman. Men sizga hozir bular qanchalik kuchliligini ko'rsataman. Mana ko'rib turibsizlar. Ben taktika kurdum. Endi shu bilan o'yinga tushdi. Ben tezlikda bosdim do'stlar. Bu tezroq bo'ladi degani. Lekin ular sekundda metrlarda qirib tashlaydi bular. Umuman qiradi. Bu o'yinni tutish uchun haqiqiy professional bo'lish kerak. Lekin siz professional emasmisiz degan savollarga men professionalman, lekin hamma o'yinlarda ham yutib urmaganman. Lekin agar haqiqiy professional o'yinchi uni bir oyga qolmasdan o'tadi. Ko'rib turibsizlar, bu bosqichda bemalol yutib tashlasizlar, lekin men 2539 jon qoldirib yutqazib qo'ydim. Bu o'yin bosqichi anchagina ko'p. Mana bu ikkosi max bo'lgan. Bu yerda men ash ikkosini ochsak, bu bosqichda yutsak bo'ladi, keyin max qilsak ham bo'lamiz.
Do'stlar, men bu videoning mana shu 130 chiqdi ya, hozir tepada bosqichda. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shu yerda 133-bosqich deyilgan. Do'stlar, o'sha yerda 133-bosqich deyilgan. Agar biz shuni men hozir, ya'ni 40-bosqichga o'ynab bu qismni tugataman. Niye bu tezleşip gitti? Ben ne yapabiliriz ki? Do'stlar, bu o'yin shunchalar qiyinlashib boraveradi bosqichni o'tgan sari. Fillarni yengish lekin juda oson degan bo'lar edim. Albatta, yosh o'yinchilar, endi boshlagan o'yinchilar uchun emas. Men yengishim uchun anchagina vaqt kerak bo'lgan. 20-bosqichga fil keladi. O'sha bosqichda yengish ancha qiyin bo'lgan. Nega deb so'rasanglar, chunki bu payt men endi o'ynashni boshlagan edim. Bilasizlar, yangi boshlagan hayotdagi PUBG eng mashhur o'yinni ham o'ynash ancha qiyin bo'ladi. Bunga Game of War haqida video oldim. Bu birinchi qism. Bu bolig'i 2 qismdan iborat bo'ladi. Chunki bu o'yin ko'pchilikni qiziqtirmaydi. Ular qiziqtirsa kommentlarda qiziqtiradi deb aytinglar va layklarni umuman ayamanglar. Sizlar bilan men Minecraft bo'ldi. Endi esa yana o'ynaveramiz. Biz yaxshigina kuchli o'ynashimiz kerak. Let's go. Biz yutamiz. Biz buni yutamiz. Qani ketdik. Yutamiz. Vai, você,